Hurmatli talabalar, bugun sizlar bilan biz O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining oliy ta'lim tashkilotlarida talabalarga grantlarni taqdim etish va qayta taqsimlash tartibi to'g'risidagi 2025-yil 25-martdagi 149 sonli qarori va Andijon davlat universiteti tomonidan ishlab chiqilgan grant.ado.uz platformasida ishlash bo'yicha ko'nikmalar bilan tanishib chiqamiz. Qaror bilan siz lex.uz platformasida quyidagi manzilda tanishib chiqishingiz tavsiya etiladi. Asosan talabgorlarni tanishishi muhim bo'lgan asosiy qism bu qarorning nizomi va undagi asosiy tushunchalarni yaxshilab o'qib chiqishingiz kerak. Bundan tashqari, oxirida talabgorlarga qancha foizdagi kontrakt summalarini qoplab berish bo'yicha to'lov summalarini ko'rsatilgan va oxirida talabgorni baholash uchun kerak bo'ladigan asosiy mezonlar bor. Ya'ni bu 11 ta mezondan iborat bo'lgan baholash ko'rsatkichlari bor. Umumiy baholash 100 ballik asosida amalga oshiriladi. Grant.ado.uz platformasiga brauzerda buyruqlar maydoniga grant.ado.uz manzilini yozib kirishimiz mumkin bo'ladi. Bunda asosiy sahifada shu grant uchun belgilangan asosiy hujjatlar va uning nizomida keltirilgan asosiy tushunchalar yoritilgan. Dastlab foydalanuvchilar tizimga kirish oynasi va platformaning grant haqida menyusida Andijon davlat universiteti tomonidan bakalavriat, magistratura mutaxassisligi bo'yicha ajratilgan kvotalarga havolalar va 149-sonli qaror uchun havolalar keltirilgan. Grant turlari menyusida esa siz 149-sonli qarorda sanab o'tilgan grant turlari bilan, ya'ni bu yerda to'liq ta'lim granti, to'liq bo'lmagan ta'lim granti, qo'shimcha davlat granti, oliy ta'lim tashkiloti granti yuqorida nomlari sanab o'tilgan grant turlari talabgorlarning yil davomida o'zlashtirilgan ko'rsatkichi va baliga qarab tanlab olish belgilangan. Bunda talabgor to'liq ta'lim granti uchun ariza topshirishda GPA bali 3,5 balldan 5 ballgacha yig'ish talab etiladi. To'liq bo'lmagan ta'lim granti uchun ham xuddi shunday. Qo'shimcha davlat granti uchun esa 4 balldan 5 ballgacha oraliqdagi GPA balini yig'gan talabgorlar topshirish imkoniyatiga ega. Bundan tashqari, oliy ta'lim tashkiloti granti uchun esa 3,3 balldan 4 ballgacha ballarni yig'gan talabgorlar hujjat topshirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Talabgordan tizimdan foydalanish uchun student.ado.uz platformasidagi mavjud login parolini berish talab etiladi. Bu yerda misol tariqasida alohida shartli foydalanuvchi olingan va biz shartli foydalanuvchi login parollarini terdik va login tugmasini bosamiz. Natijada talabgordan email va telefon raqamlarini yozish talab etiladi. Sabab, talabgorning hujjatlari komissiya tomonidan ko'rib chiqilish jarayonida alohida savollar paydo bo'lganda komissiya a'zolari yoki ularning yordamchilari tomonidan talaba bilan bog'lanish imkoniyati mavjud bo'lishi kerak. Va shu joyga biz o'zimizni pochtamizni misol tariqasida yoziladi. Bu yerda yozilgan pochta yoki telefon raqamlar mavjud bo'lishi yoki bo'lmasligi mumkin. Va saqlash tugmasini bosganimizdan so'ng talabgor o'zining shaxsiy ma'lumotlarini bir qator ko'zdan kechirib qo'yish talab etiladi. Va ko'zdan kechirib bo'lgandan so'ng oynaning chap tarafida joylashgan menyular qatoridan arizalar menyusini tanlab oladi va hosil bo'lgan oynadan arizani kiritish tugmasini bosadi. Talabgorning GPA bali asosida qaysi grant turlari ro'yxati taqdim etilishi avtomatik tarzda hosil bo'ladi. Bu yerda talabgor ixtiyoriy ta'lim grantini tanlash imkoniyatiga ega. Ixtiyoriy ta'lim grantini tanlab olgandan so'ng
izoh qismiga ixtiyoriy so'zli yoki o'zining bildirish nomalarini qoldirishi mumkin bo'ladi. Shu ta'lim granti nomini yozib, ya'ni qo'shimcha davlat grantiga ariza topshirmoqchiman deb yozib qo'yamiz va davom ettirish tugmasini bosamiz. Natijada bizda ariza shakllantirilgan bo'ladi va shu arizaga mos fayllarni biriktirishimiz kerak bo'ladi. Fayllar asosan 149-sonli qarorda ko'rsatilgan 10 bitta baholash mezonlari asosida yuklanish talab etiladi. Fayl formatlari albatta PDF formatida bo'lishi kerak bo'ladi. Talabgor har bitta baholash mezonlari bo'yicha bir yoki bir nechta fayllarni yuklash imkoniyati mavjud bo'ladi. Yuklangan fayllarning hammasiga talabgorning o'zi javobgar. Bu yerda fayl yuklash uchun faylni kiritish tugmasi bosiladi. Ixtiyoriy baholash mezoni tanlab olinib, obzor tugmasidan fayl yuklab olish mumkin bo'ladi. Fayl tanladik, saqlash tugmasini bosdik va bizda fayl paydo bo'ladi. Yana bir marta fayl yuklash tugmasini bosamiz va bu yerda keling boshqa mezonni tanlaymiz va bu joydan boshqa fayl tanlab olamiz. Saqlash tugmasini bosamiz va bizda mana shu menyularni bosganimizda qaysi mezonga qaysi fayllarni yuklaganimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ko'rish tugmasini bosganimizda faylni ko'rishimiz mumkin. O'zgartirish tugmasi orqali o'zgartirishimiz mumkin. O'chirish tugmasini bosganda o'chirishimiz mumkin bo'ladi. Endi bir baholash mezoniga bir nechta fayllarni ham yuklab qo'yish imkoniyati bor dedik. Keling, bitta ixtiyoriy bitta olaylik. Mana shu joyda bitta fayl olamiz. Saqlash fan olimpiadalar esimizda tursin. Yana bir marta faylni kiritish bosamiz va fan olimpiadalar tanlaymiz. Shu joyda xalqaro degan bitta fayl bor ekan. Shuni yuklaymiz. Fan olimpiadalar menyusini tanlaganimizda bizda mana yuklagan fayllarimizni ko'rishimiz mumkin. Mana xalqaro respublika ko'rik tanlovlar deb qo'yganmiz. Yana bittasida esa talabaning oliy ta'lim tashkilotlari degan alohida qanaqadir fayl bor. Endi talabgor ariza topshirish oynasidan baholash mezonlari bo'yicha barcha hujjatlarni yuklab olgandan so'ng ariza topshirish oynasining yuqori qismidan jo'natish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Bu orqali talabgor arizani komissiyaga ko'rish uchun yuborgan hisoblanadi. Shuning bilan platformada ishlash bo'yicha asosiy ko'nikmalarimiz yakunlandi. Topshirilgan arizaning natijasini grantadon.uz platformasidagi profilingizda javob natijasi ko'rinadi. Hamma talabalarga omad, sog' bo'linglar.